Hammaga salom qizlar. Hozir sizlarga juda ham muhim narsani aytaman, chunki bu sizlar uchun most xursand qiladigan narsa bo'lishi mumkin. Ozgina to'xtab turinglar qizlar, chunki men bu qizga, bu kommentariyani yozgan qizga atvet beraman videoyimda deganim uchun shu qizga ham atvet berib ketmoqchiman. Men bosib qo'ydim. Opajon, ismingiz nima? Qayerda yashaysiz? Men garavaman videoyingizni ko'rdim. Toshkentliman debsiz. Shunda siz Toshkentlisiz, lekin Toshkentda yashamaysizmi? Videolaringizni ko'rib chiqdim. Juda chiroyli va juda qiziqarli ekan. Hamda kulgili gapirishingiz juda chiroyli va siz ham chiroyli ekansiz. Iltimos sizdan savolimga javob bering. Men juda xohlayman, ya'ni videozda meni kommentimni o'qib va javob berishingizni iltimos sizdan iltimos savolimga javob bering debdilar. Unda bir boshdan boshlaymiz. Ismim Noila, qayerda yashaysiz debdilar. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida yashayman, ya'ni Toshkent shahri emas, Toshkent viloyatida yashayman. Qiziqarli videolari juda ham qiziqarli ekan debdilar. Rahmat sizga, kattakon komment yozganingiz uchun rahmat. Qo'limdan kelgancha sizni kommentingizga ham videoyimda javob berishga harakat qildim. Men sizlarni hammanglarni juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. O'shaning uchun sizga ham kattakon rahmat komment yozganingiz uchun. Endi o'zimizning mavzuga qaytsak ham bo'ladi qizlar. Mana shu paytgacha qo'llab-quvvatlagan podpischiklarimga rahmat aytmoqchiman. Nimaga? Chunki ular shunaqa ko'p kommentariy yozishgan, meni kayfiyatimni ko'tarishgan va shu paytgacha qilgan harakatlarim ularni motivatsiyasi bilan bo'lgan desam bo'ladi. Lekin men qo'limdan kelgancha topganimcha qizlarni anaqasini akkauntini skrinshot qilib olganman. Agar men ko'rmay qolgan bo'lsam, sizlarni anaqa shunaqa ko'p kommentariy yozgan bo'lsanglar, ko'rmay qolgan bo'lsam, men qolib ketdim deb yozib yuboringlar kommentariyalarda. Albatta sizlarni ham keyingi videoda olib chiqaman qizlar. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Qizlar, menga rosa yozardinglar-yu, podpiska qaytaring deb. Mana shu gapni aytadigan qizlar uchun men endi har yakshanba kuni mana shunaqa qilib tekshiraman. Qaysi qiz eng ko'p kommentariy yozgan bo'lsa, shunaqa qilib men podpishka qilgan bo'lsa, o'sha qizga har yakshanba kuni men podpiska tashlamoqchiman. Hozirgilarni ham ichidan eng ko'p menga kommentariy yozgan, motivatsiya bergan qizga hozir podpiska tashlaymiz qizlar. Sani podpiskaga itga ham qiz emas deydiganlar ham bordir ichinglarda. Lekin mendan podpiska qaytarishimni so'raydigan qizlar juda ham ko'p. O'shalar uchun aytaman. Agar meni podpiska qaytarishimni xohlasanglar, prosta kommentariy yozinglar va podpishka qilinglar. Va har yakshanba kuni bittadan qizga men podpiska tashlab chiqaman. Unda katta birinchi qizlarni men akkauntlarini ko'rsataman. Birinchi akkaunt bizda mana Soliha Qizaloq. Bu qiz menga 10 ta kommentariy yozgan ekan. Rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va motivatsiya berganingiz uchun. Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi meni podpishka qilgan qiz bu mana Mahloroyim. Sizga ham kattakon rahmat. Menga 15 ta kommentariy yozgan ekansiz. Rahmat sizga ham. Mana shu paytgacha motivatsiya berib, meni podpishka qilganingiz uchun rahmat. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda mana Jasurbekovni. Bu qizga ham rahmat. Menga 13 ta kommentariy yozgan ekanlar. Rahmat meni podpishka qilib, shu paytgacha qo'llab-quvvatlab, motivatsiya berganingiz uchun. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi qizimiz bizda mana Robish. Sizga ham kattakon rahmat. 15 ta kommentariy yozib, meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Rahmat, motivatsiya berganingiz uchun. Keyingi qizimiz mana Zahro, MC Zaraxon. Mana shu qizga ham rahmat. Meni 13 ta kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Keyingi qizga o'tamiz. Keyingi qizimiz mana Cute Lisa. Anaqa o'qiyolmay qolayotgan bo'lsam, talaffuzim yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, e'tibor bermaysizlar, chunki hozir ertalab men uyqum kelyapti. Bu qizga ham kattakon rahmat. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Keyingi qizga o'tamiz. Keyingi qiz bu mana Azishim 01. Siz eng ko'p kommentariy yozganlardan birisiz. Sizga ham kattakon rahmat. Meni shu paytgacha podpishka qilib, meni qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Xudo xolasa bundan keyin ham men bilan bo'lasiz degan umiddaman. To'xtamaymiz qizlar, sizlar ham to'xtamanglar, men ham to'xtamayman. Keyingi qizga o'tamiz. Keyingi qizimiz mana Sonya. Bu qizga ham juda ham kattakon rahmat. O'zi bo'ladi, mendan ko'p podpishchik bor ekan. 1000 tadan oshiq podpishchiklari bor ekan. Rahmat sizga ham. Mana shu paytgacha qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun 20 ta kommentariy yozgan ekansiz.
sizni ham yaxshi ko'raman. Va bizda oxirgi va eng aktiv bo'lgan qiz mana Madi pastki chiziqcha 9. Bu qizga men kattakon rahmat aytaman. Eng ko'p kommentariy yozgan ekansiz. 38 ta kommentariy yozgan ekansiz. Sizni tabriklayman va men sizga podpiska qaytaraman chunki bundan keyin ham meni qo'llab-quvvatlab podдержкада to'xtamaysiz degan umiddaman. Bugun juma, keyingi yakshanbagacha harakat qilinglar qizlar. Keyingi yakshanba kuni xuddi shunaqa video olaman va ichidan eng ko'p kommentariy yozgan qizga men podpiska qaytaraman. Shu bilan bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Qizni ko'rganingiz uchun rahmat. Podpiska bosib, like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlashda to'xtamaymiz qizlar. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun.